25 yoshli ayolni tuxum hujayralari ko'k bilan belgilaganim bu sifatli, ro'zoviy bilan belgilaganim bu sifatsiz tuxum hujayralar. 35 yoshdagi ayollarni tuxum hujayrasi ko'rib turibsizmi, o'sha sifatli tuxum hujayralar kamaygan. 45 yoshdagi ayollarni tuxum hujayralari bittagina sifatli, qolgan 3 tasi sifatsiz. Ayol kishining tez homilador bo'lishi ayol kishining yoshiga, tuxumdonlarning soniga va sifatiga bog'liq. 25 yoshgacha bo'lgan ayollarda ko'rib turibsiz, tuxumlari juda ham sifatli va soni ham ko'p. 35 yoshli ayolda o'sha tuxumdonlari soni ham kamaygan va sifati juda ham pasaygan. 45 yoshli ayolda tuxumlarning soni juda ham kam va sifatsiz hisoblanadi. Agar sizning yoshingiz 35 yoshdan katta bo'lsa, men sizga ekoni tavsiya qilaman. Nimaga? 35 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda ekoda biza sifatli tuxum hujayrani tanlab olish imkoni bo'ladi. Tabiiy homiladorlikda sizda tanlash imkoni yo'q, chunki ovulyatsiya bo'lganda ko'proq sifatsiz tuxum hujayralar yetirilib yoriladi va sizda homiladorlik kuzatilmaydi. Agar siz yosh bo'lsangiz, bachadonnaylaringiz ochiq bo'lsa, tuxumlaringiz soni ham, sifati ham juda ham yaxshi. Ko'proq tabiiy mahsulotlar yeb, tabiiy homiladorlikka tayyorgarlik ko'ring.